Prezidentimiz bugun kichik va o'rta biznes vakillariga juda ham katta imtiyozlar, qulayliklar, shart-sharoitlar belgilab berildi va bugun e'lon bo'ldi. Eng katta jihat men bugun mana shu ko'rganlarimdan bilgan ma'muriy bosimni kamaytirish. Bir yilgacha mutlaqo bironta huquqbuzarligi bo'yicha chora ko'rilmasligi qat'iy belgilanyapti. Bu degani tadbirkorlik subyekti yangi tashkil qilinib oyoqqa turish uchun judayam katta davlatdan, prezidentimizdan imkoniyat. Prezidentimiz har bir yo'nalish soha qilib tushuntirib berdilar. Bugunning o'zida bizda mana shu zaldan tashabbuskor tadbirkor topildi. Taklif qildiki, men shu tumandagi tozalikni, kommunal xo'jaliklarda oqova tizimini o'zim qilaman, davlat xususiyligi asosida ishlayman. Bunga ham prezidentimiz hozirlik bildirdi. Birdan selektor yig'ilishlardi. Ayollar tadbirkorligi uchun ajratilayotgan kichik biznes subyektlariga ajratiladigan kreditni foiz stavkasi 2% ga arzonlashtirildi. Bu tasavvur qiling qanday imkoniyat. Bugungi kunda bizda mana shu ayollar tadbirkorligida bitta hunarmandchilik yo'nalishida 1800 ta a'zomiz bor ekan. 30 mingta uni shogirdi bor ekan. Tasavvur qiling, hozir bugun biz 30 mingta shogirdiga 2% arzonlashtirgan kredit bersak, unga yana 60 mingta shogird paydo bo'ladi. Yana bitta e'tirozlardan Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa taraqqiyot tiklanish banki, Fransiya taraqqiyot bankining vakolatxonalari bilan ishlamaganimiz biz tan olamiz. Yevropa tiklanish taraqqiyot bankini bu yerda Termizda bilan ochdik. Ular aynan shu kichik va o'rta biznes subyektlari bilan shug'ullanyapti. Biz buni kengaytiramiz, ular taklif qilamiz. Hozir rahbarlar bilan o'zim shaxsan aloqaga chiqaman. Ularni Surxondaryoga taklif qilamiz, biznes subyektlar bilan uchrashuvlar qilamiz, davra suhbatlar o'tkazamiz va bular imkoniyatlaridan keng foydalanamiz.